To'ytepa shahrida Aktam sahoba ziyoratgohidan uncha uzoq bo'lmagan joyda katta yo'l ustida Mushuk ota ziyoratgohi bor. Eng qizig'i, maqbaraning eshik oynalari zich yopilib ketilganda ham erta tong mushukning yangi oyoq izlari paydo bo'lib qolar ekan. Odamlar tabiatning bu mo'jizasiga hurmat bilan qarab, tabarruk maskan sifatida asrab qadrlashadi. Uning yana bir kuchi nafaqat odamlar, balki kasallikka chalingan, bezovta bo'layotgan jonivorlarni ham shu yerga olib kelishganda ularga ijobiy ta'sir etuvchi bioenergiya tufayli tuzalib ketishar ekan. Ishonmaysizmi? Unda eshiting. 2003-yilda Odessadan bir professor keldi-da. U professorning qo'lida qanaqadir bir asbob bor edi. U chekkasiga qo'ydi, bitta tarafiga pirpiragi sekinroq aylandi. Bu boshiga qo'ydi, o'shanaqa aylandi. O'rtasiga qo'ydi, haligi qo'lidagi asbobi chirpiray bo'lib aylanib ketdi. Endi professorning gapi men bilmadim. U odam shunaqada. Bu joyda kuchi Misrdagi Xeopsa piramidalarining kuchiga tenglashtiradigan joy dedi. Odamlarni bu yerda davolash mumkin dedi. Endi men qanchalik to'g'ri uni men bilmayman. Lekin shunaqa fikr berdi. Haqiqatan ham ko'pchilik bu yerga kelib davo olgan, men o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganman, otlar kelgan, boshqalar haligi egasi olib kelib bitta aylantirganda haligi otlar to'g'ri bo'lib, yo'llari shunaqa qilib nazr-pazir qilish. O'zim ko'rganman-da. Endi eng oxirgi bir yana qiziq narsa, bu yerda xorazmliklar men bu yerda ishlayapti. Bir odam otni olib keldi, o'sha yerga boyladi. Ot endi haligi men bitta charxishlayapti, g'ishtni tekislayapti, kirolmayapti-da, uni shovqindan, changidan. Ot o'sha yerda turib peshob to'g'ri bo'ldi-da. Haligi otning egasi xursand bo'lib, otini minib, hali ustalarga 3-4 so'mini berib, olib kelgan non mayda-chuydalarni tashab, xursand bo'lgancha otini minib ketdi. Men demoqchimanki, bir paytlari bir haqiqatan ham kuchli joy bo'lgan bizda. Uni kimlardir bu yerda qanaqadir davolash ishlarini olib borgan bo'lsa kerak deyman. Bu joyni o'zi davolaydigan joy. Men eshitishim bo'yicha insonni qaytda kasal bo'lsa, o'sha yerga borib yotar ekanda mushuk ham endi. Balkim haqiqatan ham o'sha odamning mushuklari ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu joyga nisbatan mushuklari kimlardir davolagandir. Bo'lishi mumkin lekin. Bilasizmi, bitta ba'zan kechki payt kelishib shu qabr atrofini sipirib ketishganida, eshiklarni, oynalarni yopib ketishganida, ertalab kelib eshikni ochsa, o'sha tuproqda mushuklarning izlari saqlanib qolgani haqida mana hozir ham kirib ko'rishinglar mumkin. Shunaqa gaplar ham yuradi. O'zimiz ham kelib shularga guvoh bo'lganmiz. Payg'ambarimizning sahobalaridan bir Abu Hurayrani eng yaqin izdoshlari yotgan joy deb taxmin qilingan o'sha vaqtda. Endi bilasiz, Abu Hurayra raziyallohu anhu ham nihoyatda mushuklarni yaxshi ko'rgan. Ularning shu izdoshlari ham mana shu hayvonot olamiga bir alohida mehr qo'ygan. Ya'ni nihoyatda qalbi yumshoq inson bo'lgan. Va shu odam mushuklarni yaxshi ko'rar ekan. Mushukni insonni davolash xususiyatiga ega ekanligidan xabar topgan. Masalan, bilasizku, bungi zamonda ham qon bosimini deylik tekislashda yoki bo'lmasa boshqa og'riqlarni mushuk, kuchuk kabi hayvonlar albatta olishini bugun hamma ham biladi. Demak, o'sha mushuklarga bir alohida qandaydir bir mehrda bo'lgan. Mushuk ota o'sha mushukka qo'ygan mehri orqali barcha jonivorlarni bir qandaydir bag'riga olgan. Ularga mehr bergan. Mana shu mehr yangi mehrni paydo qilgan. Bir buyuk bir energiya, bioquvvat maydoni yaratilishiga sabab bo'lgan. Shu sababdan bu yerga otlar, shu sababdan bu yerga boshqa bir mol yoki deylik itlar, mushuklar kelib shifo topadi. Juda bir qiziq narsa. Mana shu maqbarani eshiklari yopiq, oynasi yopiq. Biz bir ikki marta kuzatdik shu narsani. Sidirib ketganimizda endi ichi tagi hamma yog'i tuproq. Ertasiga ertalab kelsak, yopiq maqbarani ichida yangi endigina paydo bo'lgan mushuk oyog'ining izlari. Lekin mushuk ko'rinmaydi. Mushuk ko'rinmaydi. Kiradigan, chiqadigan eshigi yo'q. Kiradigan, chiqadigan eshigi yo'q. Bu nimadan? Bu nimadan? Bu ham bir mo'jiza-da. Bu ham bir tabiatning, mana shu olamning bir siri.
men 37 yildan beri agar mana shu viloyatda shu jarayonda shu yo'nalishda ishlayotgan bo'lsam, mana shu mushuk otaga yanishmasam bir 12 yildan beri qatnayman. 10-12 yildan beri qatnayman. Uni ikki xil ko'rinishda ko'rganman. Mana bugun qanday bir obod, bir chiroyli ko'rinishda. Lekin necha marta keladigan bo'lsam ham birga bir yilda masalan 4 marta, 5 marta kelib ketaman. Bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Har gal shunaqa bo'ladi. Yangi mushuk izini ko'raman. Nafaqat o'zim, yonimdagi do'stlarim, hamkasblarim ham, mana mahalladagilar ham aytishadi.